Bilmaganlarga lifehack bambuk paneli. Bambuk paneliga buna qilib kanal ochilyapti. Mana kanalimizni ochib oldik. Mana ideal holatda chiqdi. Ustaga nimangizni ham ko'rsatib qo'ying. Pichog'ingizni ham mana. Shunday qilib ikkita lezvani bir-biriga bunday yopishtirib nima qilib ochib olishlaring mumkin. Bilmaganlarga yana shuni ham o'rgatyapti masan bir xilga ustalar. Lifehack. Tarafga xudo xolasa yopishtiramiz. Taraq, bambuk panel, o'rtasida ayni bo'ladi, rombik. Holatda kuzatib boringlar, qo'yib boramiz bitish holatlarini.